Salom janob. Assalomu alaykum janob Mir. Ha, Bekir qalaysan? Yaxshi ishingiz bor edi-ku. Yaxshi ishingiz bor ekan-ku. Ha, qishlog'imizga mehmonxona qurish kerak. Shunaqa katta mehmonxona-ya? Ha, mehmonxona yo'q ekan, nima qilay? Odamlar keladi, qishlog'imizda uy kam, bilasan. Ha, bilaman. Ha, bo'pti, men qurishga ketdim bo'lmasa. Ha, bo'pti. O'zi janob Mir nima qilib, o'zi faqat joyda o'tirsa. Merlarga mos ish qilmaydi. Endi biz toshga alashimiz kerak. Shaxtaga tushish kerak. Endi joy topish kerak uni qilish uchun asosiysi. Shuncha qiyin ishlar ham boshimda bormi? Afsuslanib kelaman-chi. Avval shaxtaga borishimiz kerak, endi aytganini qilmasak bo'lmaydi. Qishloq merida endi. Janob Mir, janob. Adashasan, shu yerda shaxta bor edi. Ha, mana. Yop-yorug', yigitlar qalaysanlar? Zo'r. Qoch, men toshga avlayman. Karang kelgan bor. Ammo qo'shib qo'lda kalib o'tiribman. G'alatiroqman. Obunachilar, oldimizda jahon chempionati final bosqichiga yetdik. Kimdir ular jahon chempionatiga qiziqadigan, futbolga qiziqadigan odamlar bormi? Bu yilgi jahon chempionatini kim oladi? Yozinglar-chi. Davay, yozinglar. Yangi Minecraft derman. Yozinglar, davay. Davay, men sizlarni kutaman, yozinglar. Agar sizlar aytgan obunachilar davlat jami olib bo'lsa, qo'l qo'yaman. Chunki sehrgarlik bo'ladi, qayerdan bilasizlar? Sehrgarlik bo'ladi rostdan. Oldindan bilish bu afsungarlikka kiradi, to'g'rimi? To'g'ri deganlar like bosib, obuna bo'lib ketasizlar. Endi tezroq kavlash kerak, bir stak yetib bo'lsa kerak endi. O'z janob Mir boshidan menga yoqmadi. Nima qilaman bu qishloqqa ketib? Har yoqda bitta uyga, arendaga uy solib yashayvermayman. Nimaga bitta blok oshib qoladi degan gap kelibdi. Bir staku bitta blok. Sharmanda. Bo'pti, endi joyma yordamida. Sizdan quraveraman endi. Istiqomatli bo'ldi. Gapirmaylik. Bo'lsa yana baribir 2 soat javraydi. Basharasiga o'yam janob Mir yo'qotish kerak. Jarang yana tosh noto'g'ri bo'lib ketadi. Menga o'xshagan qo'li qiyshiqlar bormi? Bor bo'lsa, u chopparinglar qo'yinglar. Men choppolman, chunki men hali merga kerakman. Chunki men mehmonxonani 3 ta qismi bor. 3 ta qism o'lyaptilar. Hali bor anchalar. Uyga qancha yetadi? Tosh ham yetmaydigan o'xshayapti. Bilmadim endi, janob Mir menga yoqmadi. Bu qishloq kelishimdan oldin yoqmagan. Boshqa qishloqlar bor edi, o'shalar yoqqan. Nima qilaman? Qishloqqa men yangrab bo'lyapman-chi bu qishloqqa kelib mana. Kirga bor, nimani sindirib yuribman. Kirgan sinfitaman. Yo'qol gul. Yana ikkita blok osh bo'ladi-da, sharmanda qilib. Bo'pti, menga qo'yaveramiz endi.
kirkam почти sinib ketaman deyapti. Uyimga kirib kirka olmasam bo'lmaydi. Borib kirka olib kelaman endi men. Avtomatik eshiklarni qo'yganman, lekin bu uy o'zim qurgan uy. Hamda bu qishloq вообще ana rivojlanmagan edi. Hop, men nima demoqchiman? Kirka yasash kerakmikin? Kirka bor o'xshaydimi? Yo'q ekan kirka. Bo'lmaydi-ku. Qani kirka? Yo'q-ku kirka. Lekin boyman men. Bo'pti, birinchi joydan kirka bo'lsa bo'ldi, bo'lmasam iloji yo'q. Yasaysiz endi boshqa. Kirka bo'ling, iltimos. Kartoshka bor, lekin kartoshka nima qiladi? Sizlarga zo'r joyini aytaymi? Olish qiyinda buni bersak sindirib turib ko'rsatishim kerak sizlarga. Qaranglar. Shuncha boyman, короче. Zo'rman, men boyman. Obuna bo'lib qo'yinglar, unaqa boyinglar. Sizlarni ham bormi? Sizlar mendan ham boysizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Mendan ham boy bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Turalar temirda olib shaxta solib qo'yish kerak. Erishi kerak. Taxta. Yana bittadan qo'shib qo'yamiz. Yana erishini kutamiz. Qo'lim kuymaydimi meni? Qaranglar. Oyapti. Qo'lim ketmaydi. Chunki yaqinlashyapman. Endi biz shaxtadan kirka qorong'isini ketguncha sal mana qo'yib turib shaxta qayoqda edi. Obuna bo'lishni sizlardan chiqarmanglar. Keyin futbolga qiziqadiganlar bo'lsa, Realmi yo Barsami? Mollar yozib ketinglar. Men endi ishga kirishim kerak. Mehmonxona qurish oson ish emas. Bilasizlar, o'zingizlar ham qurib ko'rganmisizlar? Balki qurgandirsizlar. Lekin qiyin ishda kirka sinib ketaman deb turganda вообще qiyin ish. Janob Melga jiddiylab eshitib qolmasin, ular janob Melga aytib qo'ysa, keyin qishloqni haydab oladi. Mayli, haydab olsa, lekin juda yaxshi bo'ladi. O'zi qutulmoqchi bo'lyapman. Toshga o'g'lash kerak. Kirka ham sinmaydigan kirkalardan ekanda. Yana oxirgisi emas. Yana bir sakta chiqib qolsa qo'y, lekin kirka. Bir saktadan oshiqda chiqdimi? Voyli kirkaga bu sinib ketaman degan kirka. Yaxshilarmi? Kirkamga rahmat aytaringlar. Kommentda rahmat aytib, kechikib ketibdimi? Voy, zombilar bor. Mol kimidi mol qochib yo'qol. Kirib yotish kerak endi. Yana yotoqxona bor-ku. Ko'taraveramiz dedi. Salom, yana ertalabdan Bekir Mo'sha hali ham turibdi, Mo'sha. Men seni so'yaman, Mo'sha. Buraya kirka yasashingni
yomonki bu. Temirlarni qaytib qo'yganimizni olmasam. Sharmanda bu. Qo'yib qo'yamiz. Tayoqcha bormi endi? Bordi. 3 ta e'tiborga kerak. Viruslardan kirga yasaymiz. Bitta tayoqcha g'alati emasmi degan savol keladi menga. G'alati вообще. Bu basharang ayol ishi buzilib qolganda. Hali kun yangi qo'yib buzug'idan bergan inasini yeydi. Qo'shniga aytamiz. Yo'q qo'shni. Qo'shni bolizlari pishibdi-chi. Qaranglar. Pishib qopti. Yig'ishtirgan odam menga pul evaziga qiladi. Bu meni eshik uyim. Zo'rmi? Men janobni ro'liga boraylik-chi. Hamma yoq deydi. Assalomu alaykum janobim. Qalaysan? Bakir. Yaxshimisan? Ha, yaxshi binoni boshladim. Endi qiyin-ku. Ha, bizga mehmonxona kerak deydi. Iloji yo'q. Ko'chmaganing bizni omadimiz. Endi qurishim shart-da. Abash. Nima? Yo'q. Basharchi roli ekan deyman. Sarqovli bilib bo'ldi. So'karni. So'kar ham qilib qiladi to'g'ri ko'raman. Janob mer ham yomon mer u. Вообще yomon. Tosh mashinancha tosh вообще ko'p kuch. 5-6 kun deganni bitirib boshiga kerak bularni. Вообще qiyin. Umringlarni bino qurib ko'rganmisizlar? Qurganlar qanaqa azobligini yozib yuboringlar, mayli qurmaganlar bilsin. Men ham endi birinchi marta qurishim, katta binolarni birinchi marta qurishim. Undan oldin mana o'zimni uyimni o'zim qurganman. Janob berdi, uy qolmagan. Hamma yigitlar uylarni olib yashashadi. Xullas birpasda qolmabdi mana. Yana bitta kirgani sindirguncha olib kelamiz shekilli. Bu akamni bu videoda 3 ta yoki 4 ta qismi chiqadi. Ko'rib obuna bo'lib, mana qilib quvvat